Xo'rlanganlar. Sut hidi ketmagan go'dakdan oq sochli onaxongacha. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna va like tugmasini bosishni unutmang. Bu gal ayollarni ulug'lash haqida gapirmaymiz. Gul, tabrik va dabdabali bayramlar haqida ham emas. 2025-yilning mart oyidan 2026-yil mart oyigacha bo'lgan davrda jabr ko'rgan, yaqinlari tomonidan zo'ravonlikka uchragan, jinsiy tajovuz qurboniga aylangan va ba'zida shu zulm girdobida o'z joniga qasd qilishga majbur bo'lgan ayollar haqida so'z yuritamiz. Shuningdek, ularni ana shunday og'ir ahvolga olib kelgan voqealar va aybdorlar haqida ma'lumot beramiz. 2025-yil mart oyida poytaxtimizning Olmazor tumanidagi maktablardan birida voyaga yetmagan o'quvchining homilador bo'lib qolgani aniqlangan edi. Atigi 14 yoshda bo'lgan bu qiz o'gay otasi tomonidan muntazam tazyiq va zo'ravonlikka uchrab, undan homilador bo'lib qolgani ma'lum bo'lgan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 128-moddasi 16 yoshgacha to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish, ya'ni 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilgan hamda ish hujjatlari ichki ishlar organlariga yuborilgan. Gumonlanuvchi o'gay otaga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. 2025-yil may oyida esa Buxoro viloyatida 4 yoshli qizaloqqa qarindoshlari tomonidan zo'ravonlikka uchragan. 4 yoshli jiyani onasi tomonidan qarindoshlari, xususan 2011-yilda tug'ilgan xolavachchasi tomonidan muntazam haqorat, qiynoq va zo'ravonlikka uchrab kelgan. Unga nisbatan g'ayritabiiy harakatlar sodir etilgani ham ta'kidlangan. Murojaatchiga ko'ra, bu voqealar 2024-yil oktyabrdan dekabr oyigacha davom etgan. 2025-yil 4-yanvardan boshlab qizning ota tomoni qarindoshlari uni tibbiy ekspertiza va psixologlar ko'rigidan o'tkazib, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilgan. Biroq Buxoro shahri prokuraturasiga yo'llangan murojaatlar dastlab tergov harakatlarisiz yopilgan. Shundan so'ng bolaning yaqinlari yuqori turuvchi idora va tashkilotlarga murojaat qilgan. Natijada Buxoro viloyati prokuraturasi tomonidan holat qayta o'rganilib, qo'shimcha tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilgan. Shunga o'xshash yana bir holat Toshkent viloyatining Angren shahrida sodir bo'lgan. Unda voyaga yetmagan 15 yoshli qiz 4 nafar yigit tomonidan zo'rlangan. Ojiza ayollar. Afsuski, yosh qizlarning nomusiga tegish bilan bog'liq holatlar jamiyatda hanuz ko'p uchramoqda. Or-nomus, oila sha'ni deb qaraladigan jamiyatda bunday hayvoniy jinoyatlarning ayrimlari hatto oshkor ham etilmaydi. Shu sababli ularning asl ko'lami qanchalik keng ekani ham noma'lumligicha qolmoqda. Aslida ayol va qizlarga nisbatan sodir etilayotgan jinoyatlar faqatgina tegajog'lik yoki jinsiy tajovuz bilan cheklanib qolmaydi. Xotin-qizlar va bolalarni ayovsiz kaltaklash, tahqirlash, xo'rlash, hatto ularni o'z joniga qasd qilish darajasigacha olib borayotgan holatlar ham kam emas. Masalan, 2025-yil iyul oyida Toshkent shahrining Yoshnobod tumanida 41 yoshli sobiq harbiy xizmatchi xotinini qarindoshlarining to'yiga borishiga yo'l qo'ymaslik uchun uni podvalga qamab qo'ygan. Erkak ayolni bir kun davomida suv va ovqatsiz saqlab, uni kaltaklagani ham aniqlangan. Yana bir holat Surxondaryo viloyatining Uzun tumanida sodir bo'lgan. Unda erkak o'zining shar'iy nikohidagi ayoli va yangi tug'ilgan farzandini 5 oy davomida molxonada saqlagan hamda ayolga nisbatan muntazam tazyiq va zo'ravonlik olib kelgan. Boshqa bir voqeada esa oilaviy zo'ravonlikdan charchagan ayol mashinaga quyiladigan zaharli antifriz suyuqligini ichib, o'z joniga qasd qilgan. Afsuski, zo'ravonlik, tahqirlashlar yosh, ijtimoiy mavqe yoki kasb tanlamaydi. Masalan, Sirdaryo viloyatining Guliston shahrida o'qituvchi bo'lib ishlagan erkak 2 ayol bilan yashab kelgani aniqlangan. O'zaro janjal oqibatida u qonuniy nikohdan o'tgan birinchi turmush o'rtog'ining sochlarini qirqib tashlab, ayolni urib kaltaklagan. Ma'lum bo'lishicha, ushbu oila nikohi 2021-yilda rasman bekor qilingan bo'lsa-da, ayol erining taklifiga binoan 5 nafar farzandi bilan
Guliston shahrining Bo'ston mahallasidagi xonadonlardan birida yashab kelgan. Shu vaqt ichida erkak shar'iy nikoh asosida yana bir ayolga uylanib, uni ham shu xonadonga olib kelgan. Erkak mast holatda ayolni begona erkaklar bilan yozishmada ayblab, unga nisbatan ham ruhiy, ham jismoniy tazyiq o'tkazgan. Bundan tashqari, 2025-yil iyul oyida Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida 23 yoshli kelini o'sini, qaynonasi va eri tomonidan vahshiylarcha kaltaklanishi oqibatida vafot etgan. Aynan shu oyda Surxondaryo viloyatida 71 yoshli ayol o'z uyida pichoqlab ketilgan. Ayollar va qizlarga nisbatan sodir etilgan hamda etilayotgan bunday vahshiyliklarning soni juda ko'p. Biz esa o'quvchi ko'nglini yanada xira qilmaslik uchun ularni barchasini keltirmadik. Aslida esa bu fojialarning hammasini sanab chiqishga na vaqt yetadi, na qalamni siyohi. Zo'ravonlik holatlari 125% ga oshgan. Endi ushbu bir yillik davrda ochiqlangan yarim yillik va qisman statistik ma'lumotlarga nazar tashlaymiz. 2025-yilning birinchi yarim yilligi yakuniga ko'ra, eng ko'p zo'ravonlik holatlari Toshkent viloyatida 9414 ta, Buxoro viloyatida 5612 ta, Qashqadaryo viloyatida 5268 ta va Andijon viloyatida 4808 ta holatlar qayd etilgan. Shu davr mobaynida 930 nafar ayolga takroriy himoya orderlari berilgan. Shuningdek, 2025-yilning dastlabki 8 oyi davomida ayollarga nisbatan qariyb 50 mingdan ziyod ta'qib va zo'ravonlik holatlari qayd etilgan. Bu esa o'tgan yilga nisbatan 125% ga ko'p degani. Ya'ni tazyiq va zo'ravonlik holatlari kamaymagan, aksincha ortib bormoqda. Aksar hollarda ayollar yillar davomida jim yuradi. Bunga sabab qo'rquv, uyat yoki jamiyat bosimi. Eng achinarlisi, ko'pincha zo'ravonlik sodir etayotgan shaxs begonalar emas. U turmush o'rtog'i, ota yoki eng yaqin qarindoshi bo'lishi mumkin. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yilning yarim yilligida 4952 nafar erkak oilaviy zo'ravonlik uchun javobgarlikka tortilgan. Ulardan 3200 nafari jarimaga, 1752 nafari esa ma'muriy qamoq jazosiga hukm qilingan. Bundan tashqari 231 nafar shaxs ayollarga nisbatan qiynoq va zo'ravonlik jinoyati uchun sudlangan. Ulardan 65 nafari qamoq jazosiga yuborilgan. Yana 986 nafar shaxs ayollarga nisbatan jinsiy ta'qibda ayblangan. Ularning 358 nafari jarimaga, 628 nafari esa ma'muriy qamoq jazosiga tortilgan. Statistikaga ko'ra, har 5 ta ajrim holatidan 4 tasi oilaviy zo'ravonlik tufayli sodir bo'lgan. Albatta, bu raqamlar barcha holatlarni qamrab olmaydi. Ularda faqat rasman qayd etilgan statistik ma'lumotlarni aks ettiradi. Ko'rilayotgan yangi choralar. Shu kabi holatlarni oldini olish maqsadida hukumat tomonidan jazolar kuchaytirilib, yangi qonunlar qabul qilinmoqda. Xususan, 16 fevral kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev pedofiliya uchun umrbod qamoq jazosi, ya'ni umrbod ozodlikdan mahrum etish jazosini joriy qilishni ma'qulladi. Unga ko'ra, endilikda pedofiliyaga nisbatan eng og'ir jazo umrbod ozodlikdan mahrum etish jazosi qo'llanilishi mumkin. Shuningdek, 2026-yil 3-mart kuni Prezident ayollar va bolalar huquqlarining himoyasini kuchaytirish hamda ularga nisbatan tazyiq va zo'ravonlik holatlarini oldini olish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy huquqiy choralar to'g'risidagi farmonni imzoladi. Unga muvofiq 1-apreldan boshlab himoya orderi berilgan jabrlanuvchi xotin-qizlarning mobil telefoniga SOS chaqiruv mobil ilovasi o'rnatiladi. Ushbu ilova orqali ular zarurat tug'ilganda ijtimoiy himoya milliy agentligiga zudlik bilan xabar yuborish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ilova jabrlanuvchining roziligi bilan o'rnatilishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, Saida Mirziyoyeva hech bir ayolni jimgina zulmga chidashga hech kim majbur qila olmasligini alohida qayd etdi. Sizlarga taqdim etilgan raqamlar oddiy statistika emas. Bu minglab ayollarning sindirilgan hayoti, qo'rquv bilan o'tgan tunlari va jim yutilgan ko'z yoshlaridir. Jamiyat ko'pincha bunday ayollardan sabr qilishni, oila uchun chidashni, uyat bo'ladi deb sukut saqlashni talab qiladi. Ammo sukut zo'ravonlikni to'xtatmaydi, aksincha uni davom ettiradi.
Ayollarni hurmat qilish gullar bilan emas, balki uning hayoti va qadr-qimmatini haqiqatdan himoya qila oladigan oila va jamiyat bilan o'lchanadi. Ayollarni va asrab-avaylab esa har birimizni burchimizdir.